Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, hurmatli aka ukalar. Akalar, arzonchi Nazarbek akamizni oldilariga yana yetib keldik. Xudo xolasa akalar, mana shu arzonchi Nazarbek akamizdan yana video chiqaring. Bu safar to'qlilarni arzonidan chiqaring aka, suv tekin bo'lib ketsin deydiganlar uchun akalar, xudo xolasa bugungi sanamiz 18-noyabr hafta kuniga seshanba akalar. Biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq qishlog'iga yetib kelganmiz. Mana shunaqa akalar bir-biridan zo'r bo'lgan to'qli qo'ylarni sizlarga narx-navosi bilan necha oyligi, qo'chqor qo'yilganmi, yo'qmi, bir qo'raniki yo'qmi, yeb ichishi sog'lig'i, xullas to'liq ma'lumotini aytib o'tamiz. Har doimgidek akalar like bosib podishga qilib turasizlar. Biz videoni boshladik akalar. Nazarbek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Ilhom aka, zo'rmisiz? Ishlar zo'rmi aka, charchamasizmi? Bo'lamiz, yaxshimi aka? Rahmat, xudoga shukr. Obunachilar bilan bir salomlashib o'zingizni bir ko'rsatib qo'ying. Obunachilar zo'rmisizlar? Arzonchi to'g'li qidirganlar bormi, arzondan? Narxlar bugun sinadi. Gap yozib Oxirigacha ko'ringlar. Bu to'qlilar aka soni nechta ekan endi? Soni 37 bosh Ilhom aka. 37 bosh. Bular endi bir qo'rada, to'g'rimi? Hammasi bir qo'raniki, ichida qo'shqor yurgan bo'g'oz Ilhom aka. Endi xudo xolasa aka bir to'qli qo'yni bir arzonidan olib, keyingi yilga ozgina bir parvarishlab, bir 6-7 millionga sotib foyda qilaman deydigan odam shu videoni oxirigacha ko'rib to'qli qo'ylarni olaversin, ha, nasib. Ilhom aka, bugun bitta narx qo'yaman. Aha. Aka, yolg'on gap emas, rost gap. Xo'p. Unaqa narx qo'yilmagan YouTube olamida. YouTube olamida bunaqa narx. Aka, to'g'li chiqaryapsiz, ko'ryapman. Lekin arzonidan ham arzon bo'ladi-da. Gap. Sindiraman aka narxni. Mana akalar, ko'rib olamiz. Meni bilasizku. 37 bosh. Faqat kamgina ekan akalar, ulgurib qolamiz. Tezda bir kishi oladigan joy. Kamgina, sozgina aka. Obunachilar shoshilib aka. O'zi pulini taxlab tursin, narxni eshitib bor baraka deyvera. Bular qayerdiki aka? Surxondaryoniki bular? Qayerdiki bu? Bular aka o'zi Qashqadaryo o'zi nesli bo'ldi. Ha. Tog'dan tushdimi? Tog'dan tushgan, Oybek tog'dan. Tog'dan tushdi. Oybek tog'dan tushdi. Necha oylik to'qli qo'ylar bular endi? Bular 11 oylik Ilhom aka. 11 oylik shunaqa atrofida. Boshiga yetib qolganmiz. Ha. Qo'chqor qo'yishga tayyormi nasib Ya bo'lsa? qo'shqor qo'yilgan Ilhom aka bular. Qo'yilganmi bular? Ha. Iya. 3 oylik bo'g'oz Ilhom aka. Gap akalar mana ko'rib olamiz. Akalar ko'rib, bahosan berib qo'yamiz. Bitta ko'ra olaveraydi. Bir qo'ra ekan, biri endi ekan-a o'zi hammasi. Deyarli bir xil ekan akalar. Ha. Yo'q. Ha. Akalar. To'g'rilar, poyshalari Ko'rib yurishlariga baho berib qo'yamiz aka. Aka bir ikkita uchtasini ichidan tortib chiqarib ko'rsatavering. Baribir oladi. Aka, men bir chetdan ko'rsataman. Ko'p orasida oladigan odamga ko'rinmaydi, mayda ko'rib qolmasin. Anchagina katta to'qli akalar, mana ko'rib olamiz. Yengi tushib ketgan girdidan. Aha. Mana o'zingni tushadigan parallarda dummalari ham tikka aka, poychalari ham yo'g'on. Ha. Ko'rsatavering obunachilarga. Yo'q akalar mana. Bir chetdan shu ham ko'rsa. Yana bir ikkita uchtasini ushlab ko'rsatavering, nasib bo'lsa oladigan odam ikkilamasdan kelsin aka. Mana akalar yurishlari, turishlari bemalol dummalariga ko'ramiz. Haqiqatdan o'zi tulaydigan variantlar akalar. Ko'rib olaveramiz mana. Bittalar. Yo'q akalar mana. Mana akalar buni. Ha, Ilhom aka kashtan. Bo'ynidan o'z tulashni boshlabdi ham. Kashtan sey. Ozasi aka. Nima deyapti Ilhom aka, narxlar sinadi bu. Narxni bir sindiring qani aka, narxini necha pul qo'yaman deyapmiz endi buni. Ilhom aka, bomba narxni aytaman aka. Aha. Obunachilar shunda eshitib aka, like bilan podpiskani bumlarni bosib. Osiyo faqat shu arzon Nazarbek akadan olamiz desinmi? 3,5 ham demayman. Aha. 34 ham demayman. Aha. Aka 33 ham demayman. Gapi. 3 million 200 mingdan Aha. 12 ta viloyatga dastavkasi bor. Shoshilaversin Ilhom aka. Hammasini oladigan odamga dastavka. Bir joyga oluvchilar bo'lsa 3 million 200 mingdan ketdi. Agar bo'lib sotaman bir chetda 10 ta 15 ta desa, narxlar o'zgaradi Ilhom aka. Tayoq-taylarga ham shunaqa qilib bering 5 ta 10 ta iloji yo'q. Obunachilar uchun. Sizni o'zingizni Ilhom aka, hurmatingiz bor. Aha. 10 tadan boshlanadi tayoq-taylar mana bir chetda o'sha narxdan. 3 million 200 ming so'm akalar mana ko'rib olamiz. Ketdi Ilhom aka. Suv tekinmi, suv tekinmasmi o'zingiz baho bering. Ya bo'ladi aka, zo'rdan bo'ldi. Aka, ko'ryapman 10 ta 5 tagacha video qilyapsiz, lekin aka mana shunday to'g'rilanib chiqdi. Hech kim aka buni 3,5 yoki 36 dan kam qo'ygan, o'zingizdan bilasiz, to'g'rimi? Ya shunday. Men bilasizki, narx sindiraman dedimmi, sindiraman. Aha. 3 million 200 ming so'm olib ketaversin, ha, xudo xolasa. 3 million 200 mingdan 12 ta viloyatga dastavkasi bor, bir joyga olishlar bo'lsa, bir chetdan bo'lsa ham 10 ta 15 ta ketaveradi. Yana bittanisini aytib qo'yay, tanlab olaman desa narxlar o'zgaradi. Tanlab olsa ozgina narxi o'zgaradi akalar. Mana ko'rib olamiz. Bemalol to'g'ri qo'ylarni akalar yurish-turishlariga baho berib ko'ramiz. Bo'ylarni ham shu 70-75 pis qolaveramizmi? Shunday 70 nari beradi.
Aha, bo'ldi akalar, bo'lmasa Nazarbek akamiz nomerlarini pastda qoldirib qo'yaman. Realni mana shunaqa to'g'ri qo'ylarni juda bir arzon joyidan olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, akamizga telefon qilib savdosini bitirib olsanglar bo'ladi. Xudo xolasa akalar buni bir 3.200.000 dan olib, bitta qo'chqorni endi o'z qo'chqor qo'yilgan ham deyishdi. Nomiga bir 5-6 oy boqib bersanglar, anchagina akalar bir 5-6 millionlik katta bir qo'y bo'ladi. O'zi to'laydigan variantidan ekan. Bemalol pastda nomerlar chiqib savdosini bitirib olsanglar bo'ladi do'stlar. Like bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.